Assalomu alaykum. Sahifa va muhova loyihasiga xush kelibsiz. Mazzami rubrikasini davom ettiramiz. Ushbu sonimizda hozirda Xurshid Yo'ldoshev boshchilik qilayotgan Fahrenheit nashriyotining ilk tarjimalari Fizika, pul, biologiyadan boshlang'ich saboqlar kitobi haqida bo'ladi. Ushbu kitoblarimiz asli Usborne seriyasiga tegishli bo'lib, buni ingliz tilidagi versiyalari Sarmoya Books'da sotiladi. Aslida 15 xil seriyada, inglizchada 7 xili bor Sarmoya Books'da. Hozir o'zbek tilida faqat shu 3 tasi chiqdi. Mana bugundan sotuvda Asahidan bemalol sotib olishingiz mumkin. Buni hali o'qib chiqmadim, lekin tarjimasi yaxshiligiga ishonaman, chunki loyihani boshqaruvchisi Xurshid aka Yo'ldosh kuchli muharrirlarimizdan, O'zbekistondagi Ming kitob loyihasida ham ishlaganlar. Bu kitoblarimizni sifatiga keladigan bo'lsak, inglizchasi bilan deyarli bir xil ekan. Sifatiga ham gap bo'lishi mumkin emas. Bu Turkiyada chiqqan. Sifati ajoyib. Menimcha bu kitoblarni yosh chegarasi yo'q. Shu soha bo'yicha umumiy ma'lumotlarni shakllantirmoqchi bo'lgan istalgan inson o'qishi mumkin kitoblarni. Masalan, bu kitoblarni inglizchada taxminan 1 yilcha oldin tugatganman. Hammasini ustiga qarab yosh bolalarniki deb o'qimay qo'yish kerak emas. Soha qiziq bo'ladigan bo'lsa, umumiy ma'lumotlarni shakllantirmoqchi bo'lsangiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bu yerda juda oson tushuntirgan fan va yo'nalish haqida umumiy ma'lumotlarni juda ajoyib.